رمضان يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام والقرآن ووفقنا للصيام في شهر رمضان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، bizga islomni va Qur'oni Karimni ne'mat qilgan va Ramazon oyida ro'za tutishga muvaffaq qilgan ulug' Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Dunyo xalqiga rahmat qilib avatilgan yo'lboshchimiz, qo'mondonimiz, rahbarimiz, suyumli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va payg'ambarimizning oila tavobatlariga, sahoba ikramlariga, shundaqla qiyomatga qadar ularga ergashgan barliq mu'min ayol qarindoshlarga Allohning go'zal rahmat salomlari bo'lsin. Amin. Hurmatli qarindoshlar, navbatda huzuringizga Saadet davridagi ayollar va Ramazon nomli temani sunamiz. Alloh hammamizga manfaatli qilib bergay. Amin. Chanqigan dillarga, suvsiz cho'llarga, qag'jirgan qalblarga abi hayot yomg'iri yog'dirib, rahmat va mag'firat eshiklari ochilib, do'zax eshiklari taqilib, shaytonlar bog'lanib, mehr shafqat taralgan, ming oydan afzal qadr kechisi bo'lgan Ramazon oyida turyapmiz. Alhamdulillah. Ey mehribon onalar, suyumlik aytsanglar. Avval biz Ramazon va ro'zaning ma'nosi haqida qisqacha to'xtalaylik. Ramazon degan so'zning ma'nosini bilamsiz? Bu ra, mim, vat harflaridan tarkib topgan bo'lib, ko'ydirish, qattiq qiziqlik deganni bildiradi. Ya'ni yaxshi amallar orqali gunohlarni yuyib tozalash demakdir. Qaraydigan bo'lsak, Ramazon oyi Hijriya kalendari bo'yicha 9-oyni ko'rsatadi. Arab yarim oroli ko'ydirgich issiqi bo'lgan bu oyni Ramazon, ya'ni harorati yuqori ko'ydirgich oftob issiqi deb atagan. Nima uchun Alloh boshqa oylar orasidan bu oyni to'liq ro'za tutish uchun tanlagan? Chunki bu oyda Qur'oni Karim nozil bo'lishdan iborat katta bir fazilat bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Yani Ramazan ayida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Qur'on insonlarga yetakchidir, hidoyat qilguvchi va haq bilan nohaqni ayiruvchi ro'shan oyatlardir. Sizlardan kimiki Ramazan ayida hozir bo'lsa, Ramazon ro'zasini tutsin. Sura Baqara 185-oyat. Endi ro'zaga kelaylik. Ro'zaning lug'at ma'nosi imsak, ya'ni to'xtash va cheklash degan bo'ladi. Shariatdagi ma'nosi bo'lsa, tong yurgandan boshlab toki kun patqanga qadar tamoq yemaslikni, suv ichmaslikni va er-xotinlik munosabat o'tkazmaslikni niyat qilgan holda to'xtashni ifodalaydi. Ro'za qanday mukammallashadi? Ro'za cheklangan ishlardan yiroq turish va harom ishlarga yo'lamaslik bilan mukammallashadi. Ro'zaning alohida foydalaridan taqvodorlikning amaliyotga chiqishi, ixlos bilan zinnatlanish va shukrining nimaligini bilish. Endi bu yerda aramizda ko'p taqilayotgan bir ishni eskartib o'tay. Ramazon degan bu oyning ismi. Ro'za bo'lsa, biz ado qilishimiz vojib bo'lgan bir ibodat. Shuning uchun barliq qarindoshlarning ayirib atishini umid qilaman. Ya'ni Ramazon tutdim emas, ro'za tutdim. Xo'sh, endi Alloh taolo Qur'oni Karimda Estaizu billah va azwajuhu ummahatuhum, ya'ni u payg'ambarning ayollari mu'minlarning onalaridir deb alohida ta'riflagan payg'ambarimizning namunalik ayollarining Ramazon oyini qanday o'tkazganligiga diqqat qilib boqaylik. Ular payg'ambarimizdan Ramazon oyining Allohga eng ko'p yaqinlik qiladigan, toat ibodat qiladigan oy ekanligini amaliy hayotida o'rgangan edi. Ular toat ibodatni ajoyib ko'p qiladiki, uy ishlari, yemak ichmak tayyorlash va bekor so'rinlarda vaqtini isrof qilmaydi. Afsus, hozirgi davrimizda nurg'un oilalar Ramazon oyini yeyish, ichish va uxlash oyi deb qarab, oilasining tangpungligi Ramazon emas vaqtidan
uchasi qatlanib ketyotdi. Masalan, bir vaqtlik suhur yoki bir vaqtlik iftorlik uchun necha soat, hatto yarim kun vaqtni isrof qilyotdi. Bu ahvol payg'ambar alayhisalom ko'rsatgan to'g'ri yo'lga zid bir ishdir. Xo'sh, endi payg'ambar alayhisalomning ayollari Ramazon oyida qiladigan eng ko'p amallar qaysi? Uni 6 ga xulosalasak bo'ladi. Birinchi, ular tarovih namozi, qiyomul layl, ya'ni tahajjud namozlariga alohida ahamiyat beradi. Payg'ambarimizning ayollari boshqa ayollar orasida da'vat, vaz-nasihat va yaxshi amallar bilan harakatga o'tadi. Ramazonda boshqa mu'minalarga ulgu bo'lish uchun farz namozlarni dal vaqtida ado qilgandan sirt ayollarga nafl namozlarni o'rgatdi. Hatto ba'zi vaqtda ayollar bilan kechalari nafl namozlarni o'qitdi. Hadisda bayon qilinishicha, Aisha radhiyallohu anha Ramazonda safning o'rtasida turib ayollarga imom bo'lib nafl namoz o'qigan edi. Payg'ambar alayhisalom ayollari va qizlarni bir yerga yig'ib, ular bilan kecha namozini ado qilgan. Ikkinchi, ular Qur'on o'qish va zikr tasbihlarga bakrak ahamiyat beradi. Ular Ramazon oyida Qur'on o'qish uchun alohida tirishchiliklarni ko'rsatdi. Shundaqla bu fazilatli oyda zikr tasbihlarni ko'p qiladi. Uchinchi, ular ko'p sadaqa qiladi. Mu'minlarning onalarining Ramazon oyida eng mashhur bo'lgan amallarining biri sadaqa qilish. Masalan, ularning arshdan Zeynab binti Jahsh radhiyallohu anha terilarni ashlab bir narsalarni yasashni yaxshi biladi. U shu teridan sotgan pulni alohida Ramazon oyida sadaqa qiladi. Shundaqla Aisha onamizmi mu'minlarning onalari orasida eng ko'p sadaqa qilish bilan mashhur bo'lgan edi. To'rtinchi, ular duoni ko'p qiladi. Bo'libmi Ramazon oyida qadr kechasini tepish uchun bakrak ko'p duo qiladi. 5. Ular ilm taqitadi. Mu'minlarning onalari payg'ambarimizdan o'rgangan ilmlarni ayol mu'minlarga ta'riflatdi. Bo'libmi Ramazon oyida ahkomlar va ro'zaga aloqador masalalarni ko'proq yetkazadi. Ular o'zirlik kunlarida bo'lsa, ro'za tutmaydi, namoz o'qimaydi. Lekin zikr, tasbih, duo, sadaqa va yaxshi amallarni qilish bilan bek mashg'ul bo'ladi. 6. Ular payg'ambar alayhisalom itikofda o'tirganda u zotni ziyorat qilish uchun boradi. Sahih hadisda bayon qilinishicha, payg'ambar alayhisalomning ayoli Safiya radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar alayhisalom itikofda o'tirgan vaqtida men u zotni yo'qlig'iga bordim. Biz biroz paranglashdik. Men qaytish uchun o'rnimdan turib edim. Payg'ambarim meni uzatib qo'yish uchun o'rnidan turdi. Ansarlardan ikki odam o'tib ketib, payg'ambar alayhisalomni ko'rib qadamini tizlatdi. Payg'ambar alayhisalom ularga: "Aldirmanglar. Bu mening ayolim Safiya binti Huyay" dedi. Ular "Subhanallah" dedi. Ya'ni biz yomon gumon qilmadik demakchi. Payg'ambarimiz javoban: "Shaksizki, shayton odam bolalarining qon tomirlarida eqib yuridi. Ikkinlarning ko'ngliga yomon xiyol tashlab qo'yishidan ansiradim" degan. Demak, yuqorqi mazmunlardan shuni ko'rishga bo'ladiki, saodat davridagi ayollar va onalar Ramazon oyini ko'p ibodat qilish bilan o'tkazar ekan. Undaqda bizchu qarindoshlar o'ylab boqayli. Hamma insonlar 85 yil yashamaydi. Lekin naq oldimizda bir kechasi 1000 oy, ya'ni 83 yildan ortiq bo'lgan ulug' qadr kechasi kelyotdi. Bu kechani suyimli payg'ambarimiz Ramazonning oxirgi 10 kunning taq kechalaridan izlashga buyurgan. Bu kecha kelar yilgacha qaytib kelmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Shaksizki biz Qur'oni Karimni Qadr kechasida nozil qildik. Qadr kechasining qanday kecha ekanligini bilamsan? Qadr kechasi bo'lsa, sharaf va fazilatda 1000 oydan afzaldir. Sura Qadr. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Kimiki Qadr kechasini Allohga iymon etgan va savob umid qilgan holatda ibodat bilan o'tkazsa, uning ilgari qilgan gunohlari mag'firat qilinadi. Xo'sh, endi bu kechada nimalarni qilishimiz eng muhim? Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: Men, ey Allohning payg'ambari, Qadr kechasining qaysi kecha ekanligini bilsam, nima deb duo qilaman deb so'radim. Payg'ambar alayhisalom javoban:
Allahümme inneke afuvun tuhibbul afva fa'fu anni. Yani ey Allah, özleri apucan. Apuni yaxshi ko'rilar. Meni apu qilsizlar degan. Qadrli analar, ota-singillar, bu oxirgi 10 kunning taq kechalarida qadr kechasini tepilish uchun nafl namoz o'qish, Qur'onni ko'p tilovat qilish, bekor turmasdan zikr tasbihlarni ko'p aytish va Allohga yelinib, yolvorib duo qilish, shundaqla kuchimiz yetishicha sadiqa qilish qatorliq go'zal amallarni ko'plab qilib olaylik. Allohning izni bilan agar qadr kechasiga muvaffaq bo'la olsak, u vaqtda qilgan har bir amalimiz hassalanib, 1000 oydan ortiq shu amalni qilganning savobiga erishib olamiz inshaalloh. Misolga olsak, navodi birisi sizga 10 dona ochqichni ko'rsatib turib, bu ochqichlarning orasidan birisi ichi liq-miliq oltin bilan to'shqizilgan bir xazinaning ochqichi. Siz faraz qilib turib, shu bir dona ochqichni tanlab oling desa, siz o'zingizning farzi bo'yicha bir dona ochqich tanlamsiz yoki mush ochqichlarning hammasini ilib bir-birlab shu xazinaning ishiga silib boqamsiz? Mana Ramazonning oxirgi 10 kunning misoli mushunga o'xshaydi. Alloh bizni bu muborak Ramazon oyidin o'zi rozi bo'lgudek yaxshi amallarni qilgan va qadr kechasi sharafiga erishgan holatda chiqishga nasib qilsin. Amin. Oxirda Alloh subhanahu va taolodan hammamizga solihlik va taqvodorlik ato qilish bilan birga manfaatli ilm berishini tilaymiz. Shundaqla qizlarimiz, ayollarimiz va onalarimiz uchun mu'minlarning onalarini ulgu qilib, solih, yaramli Uyg'ur islom millati uchun manfaatli avlodlarni tarbiyalab chiqarishi va shundaqla Rabbimizdan yelinib, yolvorib turib tilaymizki, vatanimiz Sharqi Turkistonda zulm chekayotgan mazlum xalqimiz uchun qurtulush va nijotlik eshigini ochib berishini tilaymiz. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.